Assalomu alaykum deyman barchalaringizga. Hozirgi she'rim ikki haramindan judo qilmagin deb nomladim. Mana shu 7 oydan beri shu ikki haram oralarida qo'ldan kelgancha xizmatlarni qilib, qo'ldan kelgancha ibodatlarni qilib yuribmiz. Albatta shu ikki diyorni ko'rgan ko'zlar borki, mana shu his qalblardan o'tadi. Barcha mana shu yerda ko'rmagan ko'zlarga Allohim Parvardigorim o'zi chaqirib, o'zi mana shu ikki haramini ko'rsatib, ko'zlarini quvnatib, qalblarini yayratishini Allohimdan so'rab qolaman. Alloh taolodan bir izn bo'lmasa, labimizni ham qimirlatishga, xayolimizga bir narsani keltirishga ham qodir emasmiz. Mana shu falsafiy janrdagi she'rlarimni ko'pini taqdim qilganman. Mana bunisini ham taqdim qilaman. Sizlardan iltimosim, har bir eshitgan she'rlarim orqasidan haqqimizga duo qilsalaringiz, inshaalloh bundan ham ko'p sizlarga she'rlar, sizlarga duolar taqdim etamiz degan umiddaman. Marhamat. Ikki haramindan judo qilmagin. Ko'r qalbim podshosi, ulug' rahmonim. Zuljalolim o'zing, buyuk haqqonim. 99 isming, dardga darmonim. Ikki haramingdan judo qilmagin. Tavbamiz Makka-yu, jondir Madinam. Ikkisi bir erur, iymonga gavhar. Gunohimiz dengiz, rahmating cheksiz. Ikki haramingdan judo qilmagin. Mol dunyoga qalbimizni shaydo qilmagin. Biddatlarni lazzatiga oshno qilmagin. Gunohimiz kechir faqat, tashlab qo'ymagin. Ikki haramingdan judo qilmagin. Al-Buxoriy yurtlarida qoldi onamlar. Yor birodar farzandlarim qancha uy-joylar. Inshaalloh diydor balki mahsharga qolar. Ikki haramingdan judo qilmagin. Sen ularni siylayi rahmga yor et. Rasulimiz sunnatlarin qalbiga jo et. Masjidlar qurishsin, sen hidoyat et. G'oybing eshiklarini yopib qo'ymagin. Ikki haramingdan judo qilmagin. Barcha ona farzandini obid aylagin. Qalblarini sen o'zingga oshiq aylagin. Mehrgazor yetimlarga sodiq aylagin. Ikki haramingdan judo qilmagin. Bandalaring o'zing chaqir, qilsin ibodat. Ikki haram ko'zi ko'rib, qilsinlar rohat. Bu lazzatdan ruhlarimiz topsin halovat. Ko'r qalbimiz nafsimizga gado qilmagin. Ikki haramingdan judo qilmagin.